Ikkita savol. Katta qilasiz. Xizmat faoliyatini olib borayotgan vaqtimda ushbu Cherry rusumli avtotransport vositasining haydovchisining harakati tushib qo'yayotganligi sababli avtomashina haydovchisi tegishli tartibda to'xtatilganda qani hujjat? Ko'rsatavering, she'ringiz bo'lsin. Ko'rsating. Ikkita savol. Katta qilasiz. To'xtat, tormizlar. Dadamlar uradi-da. Mayli, to'xtat qo'yaman. Dadamlar uradi-da, qimmatga qo'yib yuboring. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu avtomashina to'xtatildi. To'xtatib tekshirilganda avtomashina haydovchisining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi, ya'ni voyaga yetmagan haydovchi boshqarib yurganligi aniqlandi. Tegishli tartibda haydovchi shu vasiyligi yoki bo'lmasa ota-onasi yaqin qarindoshligi bo'yicha ularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha chora ko'riladi. Necha yoshdasiz? 15 yoshdasiz, to'g'rimi? Onangiz biladi avtomashina boshqarib chiqqaningizni. Bilmaydimi? Nima sababdan boshqarib chiqdingiz? To'yga borib kelyapsiz.